Abu Hurayra Allah onundan razı bolsun rivoyat qilgan hadisda mundaq aytilgan. Payg'ambarimizning alayhissalatu vassalam qishig'i bir kishi kelib, "Ey Allohning elchisi, insonlarning orasida mening uchun eng qadrlik bo'lishqa, eng hurmatlik bo'lishqa, buyruqlari vaqtida o'rinlanadigan bo'lishqa kim loyiq?" deb so'radi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam "Sening onang" deb javob berdi. Onundan keyinchu deb davom qildi kishi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam yana "Sening onang" deb javob berdi. Bayaq kishi yana qaytadan "Onundan keyinchu" deb so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana bir qatim "Sening onang" deb qaytildi. Heliqi kishi 4-qatim qaytilab "Onundan keyinchu" deb so'rganida Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam "Sening dadang" deb javob berdi. Birlikka kelgan hadis.